Dexan akam köngünü kasılırgı sunaydı. Kanday. Baldıkımga bosam çözsem işin tuttum dedi. Datlashib ketgan to'ni taqsini tayoqqa tangib qolganda turdi ekansiz. Kavur ismaylab uy kirib el chiqsa traktörün çöpelib yuribdi. Belkinizin incelikki men belkemdek balkan qo'ysam turib ketib, qapamay bo'ynamga qo'ydim. Görüvatqınыңlar, Abide yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abide şirketi tajdarlığıdaki Abide Küldür programısı. Programımızı Canan Qaçquçularını bazağı sağan Şinjan Canan Pen Texniki Import Export Çeklik şirketi alohida talep qilgan. Programımızı Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Xalqaro Savdo Çeklik şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Tabassum Elektron Pen Texniki Çeklik şirketi Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, to'nglatqu, kiralg'u qatorliq oila elektr uskunalari bilan mukofotlaydi. Küldür, elni küldürer. 欢迎大家收看阿必得快乐100%栏目，我是节目主持人热米拉，我是主持人买买提江，欢迎大家的到来。欢迎。Hammamizga ma'lum bo'lganidek Küldür programmasi Markaz Avtonom rayonning turli afzal siyosatlarining turkisida maydonga kelgan. Avtonom rayonlik teatrchilar jamiyati bilan Qo'rg'as Rishintianshan madaniyat tarqatish cheklik shirkati va Xinjiang Eiffel madaniyat tarqatish cheklik shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiangdagi eng cho'ng komediya sahnasidir. Bu programma güzel eslimelerge to'lgan oldingi 3 qarorlik musofasini g'albilik besib o'tib, xalqqa yaqin bo'lish, turmushga yaqin bo'lish prinsipi bo'yicha o'zliksiz yangilik yaratib, har millat xalqining ma'naviy madaniyatini betib keldi. Biz yaqinda ochilgan partiya 20 qurultiyi va markazning Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish siyosatining kuchli ruhiy va parlaq nuri ostida texnik hayratga kelib, san'atsuvar korxonchilarimizning qizg'in qo'llashi bilan 4-qaror Abida Küldür programmasini suratga olyapmiz. Men mushu xushalliq damlarda programma guruhimizdagi barliq xodimlarga vakolatan programmamizni qo'llagan barliq do'stlarga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Ketman bilan qo'shiqjon gap talashib so'qishdi. Ayron bo'lib xaloyiq mandaq qo'shiq to'qishdi. Tövende sahnamizga Qarqash Nashdan kelgan mahirlarimizni o'rnishidiki aytishni qizg'in alqish chavaklarimiz bilan kutib olamiz. Marhamat. Salam ustazlar. Mening ismim Ketmencan. Dexan akam qurali. Etiz dani gül qilgan ishki qulning madori. Bugun keldim sahnega küldür kuray deb Dexan akam ko'nglini qasılırgı sunaydi. Qanday? Hey. Issidingizmi? Emisa Abida ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpızning küçük ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tamsil. Goldan o'tgan sezim, bakpayzi. Bu Ilyasda Abida sizga hamda. Akini o'tiringlar bolalarım. Chini qachidirimni tiz bog'ich kep qoldinglar, so'dliqlar tugidimi? Hozir tugidi apa, hozir tugidi. Nimda chiroyli tizib oldingiz apa, qarama Qirg'izistonning chiroyliqiga. Qo'y, megalar oldimmi, nima buniki? Apa, qayerda oldingiz buni? Xinjiang Canan şirketining yangidan import qilib bozorga solgan Qirg'iziston yurishligiga. Pek chiroyliqa. Ha, undaqda men opamga deb bu qitimliq yangi uyimizga mush Jananning Qirg'izistonlaridan alsaq bo'g'idaka. Voy, naq mushu bo'ldi-ku, jimo mushu. Xotirjam bo'ling qizim. Xudam bilan ishkimizchi sizlarning yangi uyinglarga bir yurish setib oldik. Voy, o'zamning opsida, o'zamning opsi. O'ydimi Janan? Yenimdimi Janan danga apa? Yeni gap talab qilishga boshladim. Qani qizim, mevlardan ağaç o'tiring. Mushu mevlarning obdini banan, chini qachilarning obdini Janan emasmi? O'yganmisan Janan? Xotinning oldida bo'lsan, yomon deb chiqar. Canan yürüşlük qaçquchulari. Zakı bilan yurgan bar yigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Hamma hayron va has qoldi. O yigit dediki, "Annanna kayimiz aksi ani shundaq rohat, hayron bo'lish behojat."
Ananna bu vaqtla keyin zakisi. Pulungizni tejimekçi bolsanız Molligirin Abdolni işletin. Çünkü Molligirin Abdoli pul tejaydigan Abdol. Mas'uliyetçan kişilerin tanlışı Molligirin Abdol. Telefon ve öndedar 13 5 9 75 75. Hakiki import kılıngan Abdol Molligirin. Bu menbayat neymiş kıldıgan mı o? Siz üzünüz kilişengi. Aldığınızda inişengi bir məxluqkensiz. Üzünüz kim bulursunuz? Siz beni sorup kaldınız. Siz yüzünüz jigilengü. Menin demekçi bolgan gücümge çigilengü bir məxluqkensiz. Siz kim bulursunuz? Ben sizde kim bulursunuz da soravatım ben. Men ma? Ha? Ketmen degen erbab men bunu men. Ha? Ketmen degen sizkensiz de. Şunda. Ne ahvalınızda anlagan. Ha. Bırak üzünüzü görmeptikken ben. Siz mi? Heh. Rastullah ketmenge okşaydı ki. Kadda qomatimge zoqulnup qarab ketdiniz go. Şundak. Kögerlerinin hemmisi sizde. Acayip qamlaşqanda maqçıdı o. Şundak. He? Maqtısa, maqtıqız ikilinin var iken. Şundak. Xuddi bir dat ösüp ketken to'ni taksini tayaqqa tanib qolganda turdi ekansiz. Gipin hajar to'qnim ekansa. Üzən kim bulursa? Menma? Ha? Qo'shmirab deb anglaganmidi? Anlagan. Biroq üzəngni görmepdik emme. Sen ma? Rastolu quş qo'shaydi ekansa. Üzəngmi qamlaşmağan. Setqi günü salaydın yo'q. İşte rastolu qo'shiqning o'zi ekansa. Meni uyda saqlashtimiz qilib, uyning pakiz joyi saqlaydi. Shunda qilamda. Ha? Po'etivatsa, e'tiborliqda sen menga so'qiyib bermaysan. Men ishlashdan burun ikak deydi o. Paqirdi o. Yo'q, obdan bir uyning to'rida ap qo'ydi. Qanday? Kendiga medika. Ha. Seni uyda saqlashtimiz qilib, yig'ildi saqlaydi. Menichi kunliga 6 qatim yuydi. Hattoki uyning pakiz joyi saqlaydi. Doğru dedin. Seni günlük ayda 6 katım yuptumaydıgan bolsa, asalla meynet iş bitadigan eyibin ba. Üzerime qamlaşmagan sıtkı günü salaydın yok. Şunu senden namus qilib, ayak qo'shiq sebetiga basırıp qo'ydi. Men degan eng yaqin iste'mol quroli. Men bo'lmasam yegam cho'chuk huymanlarni ichmaydi. Men eng yaqin ishlab chiqarish quroli. Men bo'lmasam mashin direktorlarda qilib usalmaydi. Yetizaraq ishini qilamaydi. Hatto moluzul alanmaydi. Qanday? Şunu sen bugun mening ishim qirasa deding. Men senin üstünlük erz kılımı. Meni nima qila olaydi? Menin igem seni sundurup ötelaydı. Hatta tümü kuşuk ya çini kuşuk olsan yagi taştak çekip ötelaydı. Hatta pul kılıp ötelaydı. Sen mo mening tishimga rosa tegding. Men bu sening ustingdan shikoyat qila olayman. Sening yapılaq taxsidek kallangni, tayoqdek bo'yningni ajitib, hammani keraksiz temir dastaklar do'siga tashlab olaydi. O Odam. O senichi? Odam. O Mahmud. O sening Mahmud. Hey, endi rostla beni oldim. Rostla tunu oldim. Men tamoq yegizib, xushlantirib, mag'durlantirib qolib qo'ysam, sen bir kun kechki etizliqqa chiqib, rehimsizlarcha hodirodga ketman, sen kelsanda. Men bilib oldim. Men qishim yoz ishlab, ombal, toqa, un yog'lar bilan, guruchlar bilan qıdıq doldurub qo'ysam, bir kapamda yapıldıgan nefsi yaman qo'shiq sen kelsanda, agar menchak bo'lgan bo'lsa, olamni yapib qo'yaksa. Bo'ldi. Sen üçün işlegenini göre uxluğum tüzük. Sen uxusan mening nima parvoyim? Uxusana egildi uxlaysan. Uxlayvergu. Sen mi uxusana ayak uşuk sivetide uxlaysan, uxlayvergu. Ey! Ketmen açlık işlep çıkıp vermesini yetip aldı. Ketmen yetip algandikin benim hiç kim işletmedi. Ben baka kaldım. Hey! Qo'shiq tamoq yugizimga keldikten mağdursuzun hep menimi ishlatmadi. Men datbesib qalab turib qoldim. Ketmen aka. Nima deydi qo'shiqqa, nima deydi? Ketmen açlık işlep çıkıp vermesini yetip aldı. Shundaq. Ketmen bunda qildigan bo'lsa, ishdan bo'shtib xizmatni haydayotimi deyapti. Voy, siz nima deydilar? Men Ketmen akamning tavi yo'q. U açlık işlep çıkıp vermesini yetip aldı. Agar bu bunda qildigan bo'lsa, ishdan bo'shtib xizmatni haydayotimi deyapti. Voy, unda nima dedi? Egimiz Ketmen akamga duru qilgin deydi. Voy, siz menga duru qilamdi ekanlar. Men sizga duru qildim. Ketmen aka. Bayatın naq ishlig'i tegib, o'zini ko'p ranjitib qo'ydim. Xapamizda Ketmen aka. Yo'qsa qo'shiqqa. Men senin ko'ngillarga tegib qo'ydim, ko'ngillarni ranjitib qo'ydim. Sen nima xapamizda qo'shiqqa, xapamizda. Siz bo'lsa ishlab chiqish quroli.
Sılıp olmasın ben xuddi bir suyu yok quruq kölge aylanıp kaldı ekanman. Seni bulmasan ben işlep çıkargan açlıkның hiç qanday da bozor olmaydı eken emasmi? Ondaqda ikkimiz ittifaqımızı yaxshilab, adovatimizni tugutib, burunqida xizmatimizni davomlashtirib olsak qanday? Şunda qilaydi. İşlep çıkarış bilen istimal. Agar bir qolgan bo'lgan bo'lsa, Ben ahvolining qanday bo'lganligini biz oylap baktım. Rahmat. İkkilerin ait yaxşı bo'lgan bir eserini hep kepler. Bunu biz kichigimizda televiziya teatrlarida ko'rib, naiti hoş bo'lgan bir eserdi. Yana bir sizinki Abide Küldür programımızda yana bir qatim ko'rishga muyassar bo'ldim. Kaptan ko'p rahmat sizlarga. Bizningki xotin Qarqash naqsh usul ömügininki peshqadam san'atkorlari o'zinglarni yana bir qatim ekran oldidagi tomoshabinlarga bir tunishtirib o'tgan bo'lsanglar. Hörmətli ustozlar. Sənətçilər, kan karxançılar. Həmminlərinin muşu vaxtı xeyirlik bolsun. Mən özüm Qarqaşnayılıq sənət ümügünün dəməlişi çıxan ərtisi. İsmim Nəbican Tuduaq. Salam möhtərəm ustazlar. Dinіңlər salamet bolsun. Sizler bizden fəxrimiz, toğraq yaşanlar. Salam karxançılar. Qılğan ticaretlərinlər bereketli bolsun, ömrünlər uzun bolsun, yolunlar ravan bolsun. Qına mən Kibircan'dan otuq salam ve âli ihtiram. Qarqashdan kelgan ikki san'atkorimiz oldi bilan sizlarga rahmat aytamiz. Xizmatimizni qo'llaganlarga. Hamda bu Kibir peshqadam san'atkorlarning birisi. Ko'p qirliq, birga mayir, ko'p qodir. İcadiyatdan ba, tekst icadiyatidan ba, ahang icadiyatidan ba, o'rinlashdan ba, naqsh qismida. Undan boshqa lapar o'ynaydi, usul o'ynaydi. Nabijan shunda. Nabijanniki o dank chiqqan sehrgarlikdir. Sehrgar bu. Sehrgar. Uning ustiga bu qatim akaga asarmi garchi ixcham bo'lsa-mu, nayta tarbiya ahamiyati va aktual temalar. Ama birisi ketmen diqqatlarimizden işlep çıkarış kuralı hem de. Bu ketmen bulmasa bizge açlık bulmaydı. Bizge hayat için nurgun nersiler bulmaydı. Hem de koşukman ait mühim bir kural. Ketmende çıkan mesulat ne? Aş koşuk arkalık istimal kılıp özünün tekmi ketmen yaxşı piş için salametligini yataqım yaxşı qilish uchun tamoq yeydi, g'izolanadi. Bu narsa asli qatti zidlashib bo'lmaydigan, cho'qim ittifoqlashib, mustaq bay oxiri xulosalandek bo'lish kerak. Ham buningdan bu orqali bu jamiyatimizning inoqligini, ittifoqligini mushu orqali mana bir simbol xarakterlik bizga yoritib bergan. Nayt yaxshi. Birsi jiroqni jiroq demay xush kelibsizlar, qarshi olamiz. Mushunda asarlarni buningdan keyin yana ko'p ijod qilib sahnemizni beytishda yana davomliq o'zinglarning shu rolinglarni joriy qildirishinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat, yaxshi numurga, Nijat Kamnayt yaxshi baho berdi. Bu degan mundala bir oddiy so'z o'yinida qilgan bilan inoqlikni, ittifoqni, kuch birlikni, shundaymi? Bevosita ma'nosi ishlab chiqarish bilan iste'mol o'tirisidagi tamponlikning nihoyat muhimligini degan bilan tengimda qarasanglar jamiyatda biz uchun yana inoqlik, ittifoqlikning bak muhim narsaligini bundaq ifodalab beradigan yaxshi asarki bu. Ko'p rahmat. So'z o'yini shaklida chiqib bizga ko'rsatdinglar. Bu ustozliqqa biz nihoyat amroq burundan lapar, sehrgarlik o'yini, mushu budoqi yana shunda sahnalarga kelmak cho'p qolsanglar, mush alayliklarni hamma jug'urib toza amdan bir nomer qilib ekansanlar, biz texmi yaxshi ko'radigan bir nomerlar paydo bo'lsa deb shunda sizlardan umid qilamiz. Rahmat. Yuqorida Abdullah bilan Nijatgam degandek, ittifoqlik bo'lmasa, xotirjamlik bo'lmaydiganlik haqidagi bir oddiy bir ifodalashga nihoyat yaxshi bo'pti. Men shunda his qildim. Sizlar bundan boshqa nomer o'rindadinglar. Bizning programmamizni har qachon beytyapsizlar. Sizlar ko'pdan ko'p rahmat. Yana bu programmaning sahnasini ko'rishni yaxshi ko'ramiz, xohlaymiz. Rahmat sizlarga. Har qancha
dostlarımızdan qandaq bir yürek sözü baki anlap bakaylı. Sizlarning mushu ajringlar uchun biz Abida shirkatininki yurishlik mahsulotlardan hamda men bir tushuncha bergim kelyaptim. Shu yurishlik mahsulotlar deganimiz biz Abida shirkatininki 20-30 xildak mahsulotlarimiz bor. Biz eng az bo'lgani bir yeshikdan ko'ngil sovuq qilsak bir kichik talla bozor eshik etadi. Shunga biz shu yurishlik mahsulotlardan erishganlarning uyinglargacha yetkazib qilib bersak, oningdan sirt mush yiroq musofirlarni besib, mush program uchun qilgan tayyorliginglar, ajringlar uchun biz men Abida shirkati nomidan sizlarning qaytish biltinglarni men o'z ustimga olgan bo'lsam, qabul qilgan bo'lsanglar, rahmat. Rahmat. Men sizlarga bizning yangidan bozorga solgan havo qozon deb bir uskunamiz bor. Mushiningdan bir sovuq qilsam qabul etgan bo'lsangiz. Rahmat. Yana shu munosabat bilan o'zim shu ig'iz boshli kasalliklar doktori bo'lish suhbatim bilan hamda sizlarga bir 3000 yuanlikdan yana shu davolanish kartasini so'qsam o'rnimiz yana Xotan shahrida shu Jondan qaydagi Omonat qarz kooperativ bankining yeniga joylashgan shaxsat ig'iz boshli ambulatoriyasidan yak bo'lmasa shin hojani bu yo'lidagi go'zal qashlish mehmonxonasining yeniga joylashgan shaxsat ig'iz boshliqidan o'sha yerdan bir ig'iz boshliqqa davolash ishtironglarni qabul qilsanglar. Rahmat. Bizga endi o'xshashlarmish igilik tiklash supimizni setayotgan do'yin supista olqishga erishgan mahsulotlarimizning shu koinot markali yurishligimizdan ishkanligiga bir yurishni so'q qilay. Rahmat. Men Güloz şirketimizning kozurluq maslahati bo'lgan hujayra yashatishdan ishkanlar bir qapdan sovg'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat. Bizningki Qarqashda o'tanchi Kalgo'sh Uyg'urxonimizning bir tarmoq do'konini aytdi. Hayvatlik bir ichilish oldi turibdi, shunda yaxshi o'rinda putay deb qoldi. Shunlashqa oldingi qitim sizlarga 5000 yuan qimmatidagi iste'mol kartasini so'g'atgan uni texi ishiltib bo'lamading. Endi 2000 yuanlik iste'mol kartasi so'g'at qilaylik, oiladagilarni olib berib o'shaga bir tamoqlarga boshlab bir kutib olgan bo'lsanglar. Rahmat. Ben şu Şinjan Canan Pen Texnik Çekiliş Şirketininki sap kristal hamda altın suyda el berilgan bir jupdan şu meyve qaçillari erishganlarga bir jupdan 2 jup ko'ngil so'q qilay qabul qilgaysizlar. Rahmat. Şu munosabat bilan uch ustozg'imi shunchaq bir hurmatim cho'ng. Xalmuratga bo'lsa hamda bir o'zimiz import qilingan 24% kristalga hamda shu altın suyda el berilgan bir jup jo'zliqdan ko'ngil so'q qilsam. Nijatga shu import qilingan mahsulotimizdan masalan hamda 24% kristal hamda uningga shu altın suyda el berilgandan bir jup jo'zliqdan ko'ngil so'q qilay. Abdulla akamga shu import qilingan mahsulot kristaldan bir jup altın suyda el berilganlarda men bir ko'ngil qilib olsam. Shu mashinanglarga yana bir qitimliq mo'ligirini siliqlash maylari bilan astirash lozim so'q qilsam. Rahmat. Bugun Mamatjon sangimi ustozlarga o'xshash qachon borsang barliq shu rayonimizdagi do'konlarning hammasi sen uchun xizmatda. Asrash lozim. Rahmat. Yaxshilar bilan yursang yaxshi deb mana ustozlarning qishiga kelib menga omad yo'q dedi. Rahmat. Arzusini qabul qilinglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Zakkak shirkatimizning nomidan sizlarga shirkatimiz bozor solgan meva sharbati, do'g'ab shunaqla go'sht qiymalaydigan, shunaqla shu yallimishlarni talqinlaydigan bir yurish mahsulotimiz bor. Oilada ishlatishga oid qulaylik. Bir yurishdan ko'ngil qilib olsak, qabul qilgaysizlar. Rahmat. Bizim şirketimizden Merva markasidagi import qilingan quruq yallimishlardan yana bir yurishdan so'q qilay. Rahmat. Sizlarni kayninglardan qo'llab kelayotgan ayolinglarga Serlik Gül şirketimizning yangidan bozorga solgan rangsiz grim buyumlardan bir yurishdan so'q qilsam qabul qilinglar. Yaxshimisilar ustozlar, xush kelibsizlar. Biz yana shu Xumara shirkatining qirchaylardan bir yurish, ochiq suvlardan bir yurish so'q qilamiz. Rahmat. Ustozlarimizga ko'p rahmat. Shu ustozlarimizning aytgan qimmatli taklif fikrlarini berdi. Karxanchi do'stlarimizmi o'zlarining ko'ngil so'g'atlarini ifodaladi. Ko'p rahmat. Ustozni yandagi sahnamizga
Merhamet desek. Güldürgü azadı qiqas düştü bu akalarımız. Numarımız gerçi abi vakti yoki nima jihat uzun bo'lmasa-mu tarbiya ahamiyati. Pek yaxshi. İnaqlik, ittifoqlik hozirgi ta'kidlanayotgan onaning donasi zich uyushinglar. To'g'ri. Har qanday hümlikda, birlikda bo'lganga o'xshash bizning numarimizning asosiy mazmuni shu inoq ittifoqlikni asos qilgan numar. Ustozlarning, korxonchilarning bergan baholari shunda yaxshi bo'ldi. Yaxshi baholadi. Haqiqatan bu sanaga erishtirganligingizga, bugungidak shu sanaga chiqib shu o'ringa chiqqanligimizdan intayin xushal olduk. Misha ishlagan barliq hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Voy. Davomli taklif qilib turishinglarni. Cho'qim aka. Yaxshi asar bo'lsa, biz yaxshi asar evatalasak cho'qim taklif bo'ladi. Asar yaxshi bo'lmay qolsa. Akalarimizga Al-Xomarning chini, Jananchini qo'yib berdik. Qo'ymamdan. Yaxshi bo'ldi ish qilib. Voy. Ömrünglar uzun bo'lsin aka. Siz erkençe içemsiz. Boşuna istiyoruz. Bu akşam abidanikini istiyoruz. Macalançılarını görüp vazgeçtim. Vay. Gel yakınızınki. Rahmat. Hop akıla. Yine saklayınız. Devamlı kayıt kalmaz aka. Buladu. Görüvatqınыңlar, Abide yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abide şirketi tajdarlığıdaki Abide Küldür programmasi. Programmamızı Canan qaçquçularını bazağı sağan Şinjan Canan Pen Texniki Import Export çeklik şirketi alohida talep qilgan. Programmamızı Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Xalqaro Savdo çeklik şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Tabassum Elektron Pen Texniki çeklik şirketi Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, toңlatqu, kralg'u qatarlıq aile elektr üskünleri bilen mukopotlaydi. Buvaxlarning yaxshi hamri, onalarning aql tanlashi. Simirishchan, rahat ham yumshoq Annannaning esil sovg'isi. Annanna. Issidingizmi? Emisa, Abide ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpizning kuchuk ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tang suraylik. Goldan o'tgan sezim, bakpayzi. Bu yil yozda Abide sizga hamda. Markaziy shahar Urumchidagi Qaynoq bozor sanshxonasiga joylashgan Subihi mehmon saroyining Subihi musiqalik choyxonasi sizning to'y to'kun, har xil yig'ilish va murosimlarni o'tkazishdagi eng yaxshi tanlashingiz bo'lg'isi. Azadi muhit, mazalik taomlar, a'lo mulozimat, shundaqla esil san'at numurlari Subihi mehmon saroyiga qadam tashrif qilgan har bir mehmonlarning muhim xotira kunlariga unutilg'isiz aslimalarni qoldirg'isi. Subihi oliy mehmon saroyi. Nimda chiroyli qizib oldingiz apa, qarama Xristoning chiroyliqiga. Voy, megalar oldimmi nima buniki? Apa, qayerda oldingiz buni? Şinjan Canan şirketining yangidan importga bozor salgan Xristal yurishligiga. Pek chiroyli qa? Ha, undaqda men apamga deb bu qitimliq yangi uyimizga mush Jananning Xristallaridan alsaq bo'g'idaka. Voy, naq mushu bo'ldi-ku, juma mushu. Xotirjam bo'ling qizim. Xudam bilan ikkimizcha sizlarning yangi uyinglarga bir yurish setib oldik. Voy, o'zamning opisi. Canan yürüşlük qaçquçuları. Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, shirkat qurish, tamojna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patent iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Arzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik cheklik shirkatidan boshlang. Xo'sh, hurmatli ustozlar, korxonchi do'stlar. Tavanda sahnaga taklif qilmoqchi bo'lgan bu mayirimiz bo'lsa, Elidan kelgan o'z basta ajoyib yo'g'on 5 kichik ajoyib chaqchaq qildigan yosh chaqchaqchi. Qani bir qizg'in olqish chavaklarimiz bilan bu mayirimizni saklamimizga taklif etib olsak. Marhamat. Yana tez o'tiribsiz. Bo'ldi, menda bir faqat bir cho'ng ish yo'q. Undan turib yumurtani boshlab ketsam qanday qilmirka? Mayli. O'zingni bir taqlamdi. Ha, mayli. Mana doktorga olsak,
doktorlarning deydigan bir gapi bor, salla baldu kelmay deb qo'ydi bular. Endi og'rib qilib, u bu ishlar shunday qo'y. Doktorlar bo'lsa, salla baldu kelmay deydi. Ammo bir doktor vakajima, salla baldu kelmay. Salla baldu kelmasa, ming yil qanchib ketsinki. Salla baldu kelmasa, 3 yil qolibdi. Salla baldu kelmasa, 20 yil shu qon besimning o demaylik deb odamni qo'rqitib qo'ydi bular. Bir kun og'ilib qo'rib bir doktorga borsam, bir doktor veksha qablab ketdim, menga, salla baldu kelmasa deydi. Salla baldu kelmagan bo'lsam cho'tsam, ishni tutdim deydi. İşte düşüp ketdim degidek. Bir dehqonning o'lsin bir qilichik deb. Ne mu deb? Bir qilichik deb. Kalısiya. Bir qila. Bir meni vayron qilibchimi? Ko'chada ushaqlarni qo'lab buqala. Ishning olib terib qo'ygan saypayni buzib bir dehqon menda. Ashunda teqqas vayron qilibdi. Chugib ashda vayron qilib, rasvo qilib bir ko'chani. Ilgirikki bir nevindi qana o'yga qilibdi. O o'yning egisi qoldun o'tdan nevrin kechmi? Ma qilga adamga demay, bir qilgan nima ekanini debchimi? Nima ekandan, hani desa, hani mo, desa, bir qil turib deb, nima deyishini topolmay, ustalamizlar degidek. Ma birsi vaksi og'rib ketdi. Ajoyib og'rib ketdi birsi. Og'rib ketdi. Og'rib ketib, doktorga berib baqa. Deb ko'chada ketib qolsa, bir tip uchrab qolibmi bunga? Tip. Ay o'xshash qolmasdan qilib to'marim tutqizib baqay. Deb shunda tomir tutgan. Tip qaq 20 sal tomir tutibmi? Tomir sizni so'q yalchimab ketdi. Ochtal debdi. Sizni so'q yalchimab ketdi. O topdingiz, tip topdingiz. Ajoyib topdingiz bu ishni. Ben keçici bulanmağandım. Emsi qanda qilma. Siz nima ish qilsiz? Siz traktor haydayman. Traktor haydaymadim. Ben traktor haydayman deb chiqib. Sizga mush suvoq kelibdi sizga. Necha yilda traktor haydayapti? 40 yil. 40 yildan yoqqa sizga to'ma suvoq kelmay, nima suvoq keldi sizga? Demak, siz suvoq yelchimabdi. Emsi qanda qilma. Fikam sizga bir ispa. Qanda qilma. 40 kilo qo'ymay bermay sizga. 40 kilo. Traktorni moylab birsiz deb. Traktorni moylaydi. Traktorni moylab birsiz debdi. O bo'ladi deb men o'sha sadalash kerak. Uyga chiqib deb traktorni moylab qolibdi bu. O'tlan qalab qozon bilan. Tigi o't yiqma, qaqqas moylab bu. Ajoyib qattiq qilib traktor moylab qolibdi bu. Traktorning oldini, keyinini, to'chayni, rolni, pidayni, tormosni, putini qaqqas moylab bu. Ravurs moylab uyga kirib chiqsa, traktorni cho'milib yuribdi. Yoshlarning ishidami? Ancha-muncha usullarni o'ynab qo'ymas. Men tong suqmayman men. Maş. Ras. Bo'lmasa tansini tuta olamiz boshqalarni. Tutma. Maşeriden teyze oldu bu adam. Tansı özü tapadı senin. Usulga peyzim ba, tans suqmayman men. Qanda oldu 5 ag'inam bilan bir tansxon kirib olibman men. Menga nima qo'ydi tans o'ynashga? 5 ag'inam kirib tansxon kirdik biz. Jo'ziga ajoyib katta nimani chiqarib o'tishmi biz? 4 ag'inam qopab chiqdi-da tansxon. Milli qolib qolmaymi? 4 ag'inam qopab chiqdi-da, milli qolib qolmayman. O'g'am bo'lgan men bir o'ynab boqaychi. Deb o'rnimdan shunday qopsam, bütün hamiz tansıga chiqdi. Milli qolib turmaydi qayda. Men tansıga tortgan bir qiz bo'lib qolmabdi qayda. Oyoqqa moyoq qilsam, hech kim yo'q. Men bilan qilsam 1 metr 20 sm kelgan bir qiz bo'ldimi? O'tiribdi ekan. Shunday qo'lim bo'lsam, lap bitib qolibdi qiz bola. Tans o'ynab boqma o'g'am bilan men sahnaning o'tiragida maqtab qoldim milli qiz bolani. Voyay, nim degan suyimlikasiz. Nim degan zilvasiz. Nim degan avirshim, nim degan chiroyliqsiz. Sizning bilkinizning injikligi men bilkamdek balkan qo'ysam turib ketib, qopamay bo'ynimni qo'yding deydi.
Hoş Salamjon shundoq yaxshi yumurlarni olib kelibdi. Taz yaxshi bo'lmay, sal tantirab qoldim. Taz yaxshi bo'lmay. Rahmat. Ko'nglimdagidek bo'lmay qoldi. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Qag'iniga bizningki ustozlarimiz bir taklif fikirlarni berib baqsin. Qanday xalmiratga. Enim o'zi Sudanda cho'ng'igan bizning og'inimiz O'sanjonniki azoliq o'g'li, tarbiyalagan o'g'li O'sanjon og'inimizning izni besib, hozir G'uljidagi Namba ataqliq chaqchaqchilarning әлнәгмишләрнең берсе булды. Агынымыз арзусыга yetdi, lekin ko'ramay qoldi. Shunaq. Biz bu ishdan bek ko'nglimiz yerim bo'ldi. Har videolarda sening chaqchaqlaringni, so'rinni qiyqas chiqarayotganini ko'rsab, bir xil bo'lib qolmay, ag'inam ko'rgan bo'lsa, o'shda deytdi-chi, bu da vaqtingda o'shda deytdi. Mushu meni o'rab chiqirgan bo'ldi da, turib yomon qiziqga qilib qo'ydi bu deb. Ayta gapingni qilib beratdi, bilib paranglashib o'tdaga. Rahmat. Bolalarning o'zining qandaroq hissiyoti borki? Ben abide şirketine vakalten bunundan keyin sizning mushu oilada ichadigan mineral su. Yana bu bizningki Ko'ylun tog'i tizmalaridan eqib kelgan Xotan Yurunqash daryosining shu bosh qismidan ishlangan abide Tianran Bingquan Shui deymiz, hamda abide tabiiy muzluq suvi. Mushu sunun kam da bunun 5 kiloluk, 10 kiloluklarımı var. Öylerde çay içiyordu, çay demlep içiyordu, yiyişçilere koyup içiyordu degende. Mavkam kaç 10 kiloluğunu bəcim mi ki? Çatak yok. Bırakın içmem. Şuna biz mushu toluqlu içmem. Suyimizden, mushu abide məsləhətlərimizdən əgər bir köngülümüz hem de qabul qılsınız, sizge mülazatınızı qılıb alğan bolsaq. Rahmat Kamil. Sizge 500 yuan qiymatidagi turmush qog'ozlari bilan Fransiyada import qilgan bek saqalar uchun sovqilay. Qabul qilgansiz. Ay rahmat. Biz Tabassum shirkati nomidan sizga kavob saladigan, qarsam kavob qamraqdek tursiz. Kavob saladigan havo qozon bor. Yangidan bozorga salgan cho'ng so'g'imli havo qozondan birini ko'ngil sovuq qilamiz. Rahmat. Ben şu ağızbaşlık keserlikler doktor buluş süptüm bilen bir 1000 yuanlik davalanish kartisi soğuksam bir ürümçidagi kelgan vaqtlaringizda ishlaringizni yo'g'izib bir sog'lomlikqa ko'ngil bilishingizni umid qilaman. Şirketimiz yani doyun supsta yaxshi mengatgan mahsulotlarimizni koinot markalik bir yurish 550 yuan qiymatidagi so'g'in basa qabul qilsangiz rahmat. Ben bu Güloz şirketimizin sağlamlık mahsulotidan bir qap so'g'at qilay. Qabul qiling. Bo'ldi. O'tanchi Kalgushi Uyg'ur xonimiz nomidan Ya bunun bilyard bämejime ara muşunchilik qildik bunu. Bakar qilib etme yine. Ara yo'g'un atqan. Bo'ldi andaq bo'lsa, O'tanchi Kalgushi Uyg'ur xonimiz nomidan men 500 yuan naqd pul. Bizning Şinjan Janat Pentexnik Çek şirketininki mahsulotimiz şu oltin hal berilgan kristaldan hamda ishga yurish berib sanatga muallaqi utuqlarni tilayman. Karvan Mablag'ı şirketi nomidan Moligrin Abdullah bilan mashina asrash mulozimi so'qsam. Bu 2 yil haqsiz mashinani asrash mulozimdi. Sana bizim Mihri Mablag'çılık şirketining IMC markasidagi bir yurish asrash buyumlaridan bir yurish so'qsam, andan Yegerning qahvalaridan 4 xil qahvadan bir yurish so'qsam. Sakar elektronik şirketimiz yangidan bozor salgan esil bir go'sht qiymalash uskunamiz bor, shuni so'qaysan. O'zingning go'shtini qiymalama bir. Jiraqroq turib ishlatsa. Abdulim buktamam. Onun da sertmiş Sakar Öcazır şirketimizden Öcazır'ı ihtiyacım olsa şu 1000 yıllık itibar kartı bilan ta'minlasam qabul qilasiz. Rahmat. Biz sizga shu shirkat nomidan Marva markasidagi import qilingan quruq meva-chevalardan 500 yuan qiymatidagi iste'mol kartasini bir sunsak, az ko'may bir qabul qilsangiz. Şinjan Serlik Soğut Çekli şirketimizin yürüyüşlü kuvvet çaylarından bir yürüyüş, doğruluk futorluğundan bir yürüyüş soğuklar qabul qilasiz. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Biz Al-Xumar şirketi nomidan sizga Al-Xumar qora chaylarimizdan 3 yurish, Al-Xumar ochiq suvlarimizdan 3 yurish sovuqli bo'lsa qabul qilsangiz. Ajoyib katta bo'ldi. Hammalarga rahmat. G'ulji qanday aytdayman bu ishlarni men. Sizga rahmat. Davom kelib turishimizni qizg'in qarshi olamiz. Bizniki yan sahnada Javla inim eski choy demlab
saqlab o'tiribdi. Nova çaylar bilan, ha? Javlon, mehmonga choy, o'ltiradigan joy tayyorla. Ma'qul, ketdi. Görüvatqınыңlar, Abide yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abide şirketi tajdarlığıdaki Abide Küldür programısı. Programımızı Canan Qaçquçularını bazağı sağan Şinjan Canan Pen Texniki Import Export Çeklik şirketi alahide talep kılgan. Programımızı Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Xalqara Savdo Çeklik şirketi alahide qo'llagan. Şinjan Tabassum Elektron Pan Texniki Çeklik şirketi Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, to'nglatqu, kiralg'u qatorliq oila elektr uskunalari bilan mukofotlaydi. Zakı bilan yurgan bar yigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Hamma hayron has qoldi. O yigit dediki, Annanna kayimiz aksi ana shundaq rohat, hayron bo'lish behojat. Annanna bu vaqtlar kayimiz aksi. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, shirkat qurish, tamojna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patnet iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Arzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketidan boshlang. Ürümçi Ko'l Falin bozoridagi 1500 kvadrat metr sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita etildi. Dağınlıq marka, işençek, tölörtülük, mülazimeti a'la, bahası muvaffaq. Şinjanның arqas çaylardaki zanjirsiman dukanlama çoqumsin toluq razı qılalaydı. Sarkar, uy cihazları sarayı. Küldür, elni küldürer. Salam kamniki to'ji qitim shakliga chiqishi. Shuna bugun jiddiy ishlar bo'lib, bo'lib qoldi, ammo mushu fursatda bir ko'ngil so'zlaringni, yaxshi ko'rgan odamlar ko'ngil so'zlaringni ekran oldida ko'rinmalarga bir so'z yetsa. Salam so'mlik, illa jalayning ekran oldidagi ko'rinmalar. Men hamda yerlikda cho'chaq qilib, hamda cho'nsaklarga chiqib boqmagan uchun sal jiddiylik qoldim hamda. Meningcha layoqatlik bo'lmadi, yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman o'zimga ayon. Bundan keyin texmi yaxshi qilishimga tirishiman. Bu daqiqatda yana sizni saqlaymiz aka. Salomat bo'ling. Küldür, elni küldürer. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar 4-qarar Abida Küldür programmasi. 4-qarar Abida Küldür programmamizning xos nomini Abida shirkati o'z ustiga oldi. Programmamizni Şinjan Canan Pen Texnika Import Export Çeklik şirkati alayda talab qildi. Programmamizni Şinjan Annanna Xalqara Savdo Çeklik şirkati alohida qo'llagan. Küldür, elni küldürer. Hürmetlik bahalıqçı ustazlar, naq maydondagi karxanchilar, programmamizga yiroq yaqindan qadam tashrif qilgan san'atkorlar, mahirlar. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan ishada oxirlashmoqchi. Abide Küldür programmasi xalqimizga xushallik va kulki ato qiladigan nodir programma. Karxanchilarimizning o'zini tashviq qiladigan amaliy qimmati bor, ko'ngildagidek yaxshi sahna. San'atkorlarimiz o'zining xalqimizga bo'lgan eng isil sovg'usini taqdim qiladigan qimmatli programma. Biz hammamiz birlikda bu isil programmani barliq kuchimiz bilan qo'llaydi. Birlikda taraqqiy qildiraydi. Bu san programmamiz o'sha yerda oxirlashdi. Kulgan chiroyli desa, kuldirgan qalb texmi chiroyli deydi ekan. Har vaqt bizning kulgimizga, xushalligimizga sabab bo'lgan muhtaram ustozlarimizga, programmamizga qatnashgan san'atkor mahirlarimizga minnatdorligimizni bildirgach, bu san programmamizni mushada oyoqlashtirmoqchimiz. Kelar san programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Oynana, so'xlab o'ynan jaldırım, so'xlab